Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani Ipak yo'li MFY hududidagi 127 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan. Maydon hajmi 20 gektar. Uzunligi 730 metrni, bo'yiga esa 180 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar qovun unib chiqqan holatida. Ekinlarni yetishtirish 60-70 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ipak yo'li kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 70-80 tonnagacha, jami 100 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.